Nimaga anta adolatsiz erkaklar qolib, Alloh erkaklarga ayolni omonat qilib berganda, ular omonatni asra olmayotgani uchun nimaga ayollarimiz yomonotli bo'lib ketishyapti? Nimaga? O'zbek ayollari o'zbek ayolini muhokama qilyapti. Ikkinchi xotin bo'lganida fohishalikda ayblashyapti. Nimaga bizani davlatda shunchalik fahsh yurmasa, zino qilmasa, mayli bitta mardman, men eplay olaman ikkita xotinni deb nikohiga olgan erkakni gapiga ishonib, bularni aybi faqat xotin bo'lgani bo'lyapti-da, lekin erkaklarimiz eplay olishmayapti-da. Bu yerda hamma narsaga balogardon ayol kishi bo'lyapti. Nimaga unaqa? Nimaga faqat ayol aybdor bo'lishi kerak hamma narsaga? Nimaga erkaklarimiz bilmayman. Уже mani slovarimda gaplarim tugab qolyapti, по-моему. Ajoyib. Ayniqsa o'tirib olib, bekorchilikdan ikkinchi xotinlarni tema qilib olib, bechora birinchi xotinlar erkak kishi sizlarni mulkinglar emas. Haqqinglar yo'q. Erkak kishini osilib olishga. Mayli eplasa, ikkita xotin qilsa, eplasa, 3 ta qilsin, eplasa. Eplolmasa, birovni bolasini yomon otliq qilmanglar. Qiz o'stiryapsizlar, yana bir marta aytaman. Alloh qiz farzand bergan erkaklarimiz. Qiz o'stiryapsizlar. Adolat nimaligini bilmasanglar, yig'ishtiringlar. Ikkinchi xotin qilmanglar umuman. O'zinglardagi kuyovi qizinglarga ravo ko'rasizlarmi?